Turli davlatlarda yangi yil qanday nishonlanadi? Yangi yil bu shunchaki sana emas. Bu umidlar, tilaklar va yangi boshlanishlar ramzi. Ammo dunyoning har bir davlatida bu bayram o'ziga xos an'analar bilan nishonlanadi. Keling, bugun birgalikda dunyo bo'ylab sayohat qilamiz. Yaponiyada yangi yil Oshogatsu deb ataladi va yilning eng muhim bayramlaridan biri hisoblanadi. Bayramdan oldin odamlar uylarini tozalaydi. Bu yomon xotiralar va muammolardan xalos bo'lish ramzidir. 31 dekabr kuni buddaviy ibodatxonalarda qo'ng'iroq 108 marta chalinadi. Yapon e'tiqodiga ko'ra, insonda 108 ta nafs bor va har bir qo'ng'iroq ularni yo'qotadi. Bayram dasturxonida esa oseji ryori taomlari bo'ladi. Har bir taom o'z ma'nosiga ega: uzoq umr, baxt va baraka. Ispaniyada yangi yil kechasi juda quvnoq o'tadi. Soat tungi 12 ni bong urganda har bir zarba bilan bitta uzum donasi yeyiladi. Bu an'ana 20-asr boshlarida paydo bo'lgan. Uzum yilning har oyiga omad olib keladi deb ishoniladi. Agar uzumlar vaqtida yeb tugatilsa, kelasi yil muvaffaqiyatli bo'ladi deb tushuniladi. Braziliyada yangi yil dengiz bilan bog'liq marosimlar bilan mashhur bo'lib, odamlar oq kiyim kiyadi. Bu tinchlik va poklik ramzi. Ko'pchilik dengizda gullar tashlaydi. Bu dengiz ma'budasi Yemanjaga hurmat belgisi hisoblanadi. To'lqinlardan sakrash esa tilaklarning amalga oshishini bildiradi. Germaniyada yangi yilni bashorat bilan qarshi olishadi. Tak, opa sizga kimdan kiribdi? Aka siz chap oyog'ingizga o'qigan kimdir? Eritilgan mum yoki qo'rg'oshin sovuq suvga quyiladi. Hosil bo'lgan shaklga qarab kelajak taxmin qilinadi. Masalan, yurak muhabbat, kema, sayohat degani. Bu an'ana Bleygiben deb ataladi va asrlar davomida saqlanib qolgan. Xitoyda yangi yil oy taqvimi bo'yicha nishonlanadi va bahor bayrami deb ataladi. Bayram 15 kungacha davom etishi mumkin. Uylar qizil rang bilan bezatiladi. Chunki qizil rang yovuzlikni haydaydi. Bolalarga qizil konvertlarda pul, hongbao beriladi. Bu farovonlik va baxt ramzi hisoblanadi. AQShda yangi yil ommaviy shoular, katta tomoshalar va millionlab tomoshabinlarni birlashtiradigan bayram hisoblanadi. Bu kun nafaqat sana almashinuvi, balki yangi rejalarning boshlanishi sifatida qaraladi. Amerikadagi eng mashhur yangi yil tadbiri Nyu-York shahridagi Times Square maydonida bo'lib o'tadi. Bu yerda har yil 31 dekabr kuni kechqurun ulkan kristalli shar minoradan pastga tushiriladi. Soat 11:59 da shar harakatlana boshlaydi. 12:00 da esa yangi yil kirib keladi. Bu an'ana 1907-yildan beri davom etib kelmoqda. Nyu-York boyvuchchalar shahri. Rossiyada yangi yil eng asosiy bayramlardan biridir. Ded Moroz va Snegurочка bolalarga sovg'alar ulashishadi. Odamlar tilak yozib, uni yoqib, kulini ichimlikka solib ichishadi. Bu tilaklar amalga oshadi deb ishoniladi. O'zbekistonda yangi yil eng sevimli va eng keng nishonlanadigan bayramlardan biridir. Bu bayram oila, quvonch va birdamlik timsoli hisoblanadi. Yangi yil arafasida deyarli har bir xonadonda archa bezatiladi. Shahar markazlarida katta archalar o'rnatilib, ko'chalar bayramona ruhga kiradi. Yangi yil asosiy qahramonlari bo'lgan Qorbobo va Qorqiz bolalarga sovg'a olishadi. Bayram tadbirlarida qatnashishadi va quvonch ulashishadi. Dunyoni qayerda bo'lishimizdan qat'iy nazar, yangi yil bu yangi imkoniyatlar bayramidir. Kanalga obuna bo'ling, like bosing va izoh qoldiring. Bol Times bilan birga dunyoni o'rganing.